Sevinch Mo'minovaning telegramimi bu? Telegramim, tinchlikmi? Mana o'zim. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Yaxshi yuribmiz. O'zingiz qalaysiz? Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Nima unaqa gapiryapsiz? Hammasi joyida, tinchlik. Oybek. Videoingizni ochib qo'rqib ketdim to'g'risi. Bu ampamamga o'xshamay, sal ekranni uzoqroq tutib gapirsangiz bo'laverardi. Nimaga unaqa gapiryapsiz? Polni ekran to'ldirib yuboribdingiz. Sal zeta-peta ham qilish kerak. Mana buncha unaqa qilmang. Unaqa qilmang, siz unaqa qilmang, qo'rqib ketyapman. Hammasi joyida. Xavotir olmang. 21-22 oktyabr Qoraqalpog'istonda Yulduz bilan sayohat konsertida birgamiz desam ishonmayapti. Sevinchxon. Adasi, men shu narsa demayman sizga. Assalomu alaykum. Sevinch opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Voy, siz muxlisizman desiz. Mayli, ishlarga omad. Ko'rdingizmi? Muxlisingiz bo'lib oldi. Ko'rishamiz Qoraqalpog'istonda. Xotin, eshik jing'illayapti, qaramaysanmi? Kim ekani yerda? Alo, Muzab. Kecha chaqirgan qizlaring kim edi? Basharasi esimda yo'q. Eshigimni tagida bittasi turibdi. Uyimizda hech kim yo'q. Dadam bilan ham bozorga ketishgan. Kim ekan dadasi? Bolalar dingillatib o'ynashyapti. Ana xotin ko'ynak olaman dedingmi? So'radim. Ha, ol ko'ynak. Voy, rahmat. Yuvinib chiqincha tayyorladim. Bo'ling. Yuvinib chiqaman. Dadam uyda yo'q dedim-ku. Ketavering. Bugun kelmasa kerak. Voy, kim ekan o'zi dadasi? Yosh bolalar yana o'ynashyapti-da. Ana salonga boraman dedingizmi? O'zingizga qarang. Voy, bugun boshqachamisiz dadasi? Quyosh qatdan chiqdi. Bo'pti, yuring, choy ichamiz. Internetda bittasi eri xiyonat qilgan ekan, o'ldirib qo'yibdi. Shu ham kam o'zi, battar bo'lsin. Vahshiylik-ku. Xotin, mana shu hamma pulimni ol. Nima kam bo'lsa qil, a? Rahmat dadasi. Bo'pti, Qaraychi eshikka. Iskandar Buildings mezbon loyihasidan qaynag'amga mendan podarka. Kvartirada qiynalib yuribdi dedingmi? Rahmat. Dadasi rizqi xursand bo'ldi. Lekin eshikka qarayman. Voy, Hozir shu bolalarni o'zim urishmasam, Shu eshikka qarama xotin. O'zim internetlarda chiqib yurmaylik xotin. Qaramadimi? Xotin. Ochma xotin. Nayna. Dugonasi ekan-ku. G'irt halakat qiz ekan. Jonli ijroda qo'shiq kuylayman Instagram uchun. Qani ketdik. Qo'limda sharob, seni o'sha ko'chada kutyapman. Ahvolim xarob, sog'inib eslab o'g'rinyapman. Dard ustiga dard, topolmam hamdard. Ishqingda telma bo'ldim, yana seni ko'rishim shart.
Qani? Mana shularning ichida men ovozimni toping, kommentariyada kutib qolaman.